Ha, yo'q demasdan javob berishadi. Mustafa, mart oyida 17 ga kirasanmi? 17 ga kiraman. Aysh aprelda 14 ga kirasanmi? Mustafa, sen 11-sinfmisan? 11-sinfman. Kanada maktablari 12 yilliga. 12-sinfgacha boradi, kindergartendan boshlanishi mumkin. Kanadada necha yoshdan maktabga boradi? Aysh 6 yoshdanmi? 6-7. Aysh, sen sentyabrda katta maktabga borasanmi? Shunaqa. O'zingni maktabingda 8-sinf bu eng oxirgi sinf hisoblanadi. To'g'ri. Sen maktabingda 1dan 8 gacha o'qiladimi? Shunaqa. Maktabing yoqadimi? Yo'q. 12-sinf bitirib, keyin universitetga borasan. Inshaalloh. Universitetni tanlab bo'lgansan-a? Tanlaganman. Ha. Bir. Akani maktabga borasanmi? Shunaqa. Senga akani maktabi yoqadimi? Yo'qadi. Akani maktabida dugonalaring bormi? Bor. Sen maktabingda akani maktabga boradi asosan. Shunaqa. Basketbol o'ynaysanmi? O'ynayman. Senga basketbol yoqadimi, voleybolmi? Basketbol. Testlarda qiynalmaysanmi, Mustafa? Qiynalmayman. Katta bo'lgan sari sinf testlar qiyinlashib borar ekan maktabda. Hamma maktabda shunaqa. 7-8-sinf aralash o'qiysizlar. Shunaqa. Sen 7-sinfda ham dugonalaring bor-a? Bor. Hammani treneri har xil, a? Har xil. Bitta o'qituvchi hamma fandan kiraveradi, sizlarda. Kiradi. Maktablaringda 4 ta jim bor-a, Mustafa? 3 ta. 3 tami? 3 ta. Workoutga ham borasizlar-a? Workout qilishadi bizda. O'shanga workout gym bor. Da, yutqizning. Bularni yutish juda ham oson ekan. Ha, yo'q-da, bular ikkalasi ham baribir yutqizib qo'yadi. Manba sal kuchliroq ekan.